Assalomu alaykum. Muqatqo Jinotat kanali qatorchilar. Bugun kunga 11-noyabr 2022 Cuma kunining Jumadan keyingi tushdagi kurslar bilan tanishtiramiz sizlarni. Janob salomlar layık bosib qo'yinglar, hurmatli tuganlar. Juma namozlar qabul bo'lsin demoqchimiz. Hozir biz birinchilar Finansiy Kredit Bankka keldik. Finansiy Kredit Bankda qancha bo'ldi tushdagi rubellar ko'tarib qoldi tuganlar, tushuncha beringizlar. Rubellar ko'tarilib qolibdi, ko'rsatamiz sizlarga. Hurmatli tuganlar, hozir birinchi Finka Bankka keldik. Finka Bankda 83 so'm dollar, 86 so'm euro, 37,5 teng rubel ekan. Hurmatli tuganlar, rubel ko'tarib qolibdi. Hurmatli tuganlar, biz hozir Kresa Bankka keldik. Kresa Bankda 84 so'm dollar, 85 so'm euro, 37,5 teng rubel ekan. Hurmatli tuganlar, rubel ko'tarib qolibdi albatta keyin. Toskirti Bankka keldik. Toskirti Bankda 80 so'm dollar, 86 so'm euro, 136 teng ekan. Bu yerda rubel ko'tarilib Toskirti Bankda hurmatli tuganlar, qolgan banklarda ko'tarilibdir. Hurmatli tuganlar, hozir mana Aziya Bankda ko'tarildi. 83 so'm dollar, 85 so'm euro, 1 so'm 38 teng bo'ldi. Hurmatli tuganlar, Aziya Bankda hozir ko'tarildi tuganlar. Ko'tarilsin demoqchimiz. Hurmatli tuganlar, hozir Kompaniya Bankka keldik. Kompaniya Bankda 83 so'm dollar, 85 so'm euro ekan, 1 so'm 37,5 teng ekan rubel. Bu yerda rubel sal ordilagan hurmatli tuganlar. Hurmatli tuganlar, shunday Muqatqo Jinotat kanalidan sizlarga xizmatimizda bugungi juma kungi ko'rsatuv oyoqda. Sog'-salomat bo'linglar. Muqatqo Jinotat kanalidan sizlarga xizmatimizda like, bosh kommentariy yozib qo'yinglar. Muqatqo Jinotat kanali qatorchilari. Erta xudoy bo'lsa 12-noyabrda ko'rsatuvni ko'rsatamiz. Osmoningizda like, bosh kommentariy yozib qo'yinglar. Hurmatli tuganlar, negativ yozmangizlar. Sizdan so'rashcha Alloh rozi bo'lsin. O'qigan juma namozini Alloh qabul qilsin. Ko'rishgacha o'zingizlar omon bo'linglar. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.